Assalomu alaykum azizlar. Demak, erovchanlikdan bir muammoli masala yechimini ko'rib o'tamiz. Xo'p, erovchanlikni dastlab endi boshlaganlar uchun bu masala ancha yechimi foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Xudo xohlasa quyidagi masalaning yechimini ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, bu aytaylik birinchi masala deb yozib qo'ysak bo'ladi. Birinchi masala. Demak, masalamizning shartiga diqqat qilamiz. Tuzning 20 gradusda va 35 gradusda eruvchanlik koeffitsientlari 15 va 20. 20 gradusli suvga 13,5 gram tuz eritilib, to'yingan eritma olindi. Eritma temperaturasi 35 gradusga oshirildi va eritmada tuz qo'shib to'yintirildi. Olingan eritma 15 gradusgacha sovitilganda 27 gram tuz cho'kmaga tushdi. Tuzning 15 gradusdagi eruvchanlik koeffitsientini aniqlang. Demak, buni biz birinchi o'rinda eruvchanlik koeffitsiyentlarini yozib olishdan boshlaymiz. Demak, S 20 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti teng bo'ladi bizga 15 ga. S teng bo'ladi. Xo'p, 35 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti esa 40 ga. Demak, biz 20 gradusli suvga 20 gradusda turgan suvga 13,5 gram tuz eritib olamiz. Xo'sh, demak, bizda bu yerda borki 20 gradusda 100 gram suvda eriydi 15 gram tuz. Mana shuncha gram tuz eriydi. Xo'p, bizga 13,5 gram tuz eritilgan masalamizning shartiga ko'ra. Demak, qancha gram suvda erishini hisob-kitob qilib topib olamiz. 13,5 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz. Xo'p, 15 ga. Bu yerda chiqadi 90 chiqadi. Demak, 90 gram bizga suv kerak bo'lar ekan 13,5 gram tuz uchun. Endi esa biz xuddi shuncha suv yordamida 40 gradus 35 gradusdagi to'ngan eritmani tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 35 gradusda to'ngan eritma tayyorlash uchun bizda 100 gram suvda 40 gram tuz eriydi. Mana bu yerda borki 100 gram suvda eriydi 40 gram tuz. Xo'p, endi bizga 90 gram suvimiz mavjud. Demak, 90 gram suvda qancha gram tuz erishini hisoblab topib olamiz. Bu uchun 90 ni ko'paytiramiz 40 ga, bo'lamiz 100 ga. Chiqadi bizda 36 gram chiqadi. Bu 35 gradusda erigan tuzning massasi. Endi biz 15 gradusda eruvchanlik koeffitsiyentini topishimiz uchun 15 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyentini topishimiz uchun 15 gradusda deyilyapti. Ya'ni aynan 35 gradusda turgan tuz eritmasi 15 gradusgacha sovitilgan. Shunda 27 gram tuz cho'kmay tushgan. Demak, bu degani 36 gram tuzdan 27 gram tuz cho'kmaga tushadi. Xo'p, demak 9 gram bo'ladi. Bu 9 gram erigan tuz. Bu yerdan yozib qo'ysak bo'ladi, erigan tuz. Demak, bu aynan 15 gradusda erigan tuzning massasi. Demak, qancha gram tuz eriydi, necha gram suvda deyilsa, 90 gram suvda, bizda dastlab 90 gram bor, 9 gram tuz erigan turibdi. Tuz erigan. Demak, 90 gram suvda 9 gram tuz erib turibdi. Bizda eruvchanlik koeffitsiyenti 100 gramga nisbatan topiladi. 100 gramda qancha gram tuz eridi desak, demak, bu yerda 100 ni 9 ga ko'paytirib bo'lamiz 90 ga. Demak, 10 gram chiqadi. Bu degani 10 gram tuz erigan bo'lishi kerak ekan. Eruvchanlik koeffitsiyenti 10 ga teng. Demak, to'g'ri javob C.